Hammaga assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, yaqinlar. Alius kanaliga O'zbekistondagi eng arzon bozorga xush kelibsizlar. Do'stlar, bu yer hozir sizlar bilan ko'rishtirgan joyimiz O'zbekiston Vodiy Namangandamiz. Do'stlar, Oybek ustani Darvoza bozorida xush ko'rishtiribmiz. Hozir akalar, narx-navolarni poli ko'rsataman. 550 ming so'mdan eng arzon darvozamiz boshlanyapti. Keyin do'stlar, temirning qalinligiga, sifatiga qarab narx-navolarimiz o'zgarib boradi. Hozir Oybek ustaning ham o'zlari shu yerda bir qator narx-navolarni ko'rsatib beramiz. O'zbekiston bo'ylab dastavkamiz bor, hurmatli aka-ukalar. O'zbekistonda qaysi nuqtasidansiz uyingizga olib borib, ko'rsatib, ustanovka qilib beramiz do'stlar. Oldindan to'lov qilib berasizlar. Uni ham ma'lumotni hozir aytib o'tamiz. Oldindan to'lov bor. To'lov nima uchun? Siz bergan zakazni ishini boshlashimiz uchun do'stlar to'lov qilib berasizlar oldindan. Qolgan qismini uyingizga olib borib o'rnatib beramiz. Darvozamiz yoqqandan keyingina qolgan 100% to'lovni qilib berasizlar. Raqamlar pastda, hurmatli obunachilar, biz videoni boshlayapmiz. Hozir Oybek usta bilan gaplashganman. Aka, siz aksiyani bombasini qilib beraman degan, xalq uchun hali bunaqa narx-navo suv tekin bo'lmagan deyapti. Oldiga boraman, to'liq ma'lumotlarni yetkazib beraman. Bitta vaqtni qizg'anmasdan bosib qo'ying akalar. Xudo xolasa mana shunaqangi chiroyli fasonlardan, taroq fasonlardan, Dubay fasonlardan do'stlar, shunaqangi skromli chiroyli fasonlardan har bitta obunachimga nasib qilsin. Like qizg'anmasdan bosib qo'ying, yaqinlarga, tanishlarga, qarindoshlarga mana shu videomizni tashab qo'ying. Agar qidirayotgan bo'lsa, eng arzon joydan, eng sifatli joydan, ishonch qilsa bo'ladigan joyni qidirayotgan yaqinlarga tashab qo'ying. Mana shu videomizni ko'rib, xohlagan fasonlardan o'rnatsin uylariga. Bizda 300 ga 200 dan ortiq do'stlar nimalarimiz bor, fasonlarimiz bor. Sizlarga ko'rsatadigan fasonlarimiz hozirgi kunda O'zbekistondagi trendda bo'lgan, hamma qo'yayotgan, o'zini o'zi oqlagan chiroyli fasonlarni ko'rsatib beramiz. Assalomu alaykum. Oybek usta, yaxshimisiz? Qalaysiz? Charchamayapsizmi? Xudo xolasa tinmasdan videolarni qo'yapmiz YouTube kanaliga, Alius kanali obunachilariga. Xudo xolasa nasib qilgan ekan, mana yana video olishimizga, to'g'rimi? Okay, xudo xolasa endi. Nimani ko'rsatamiz bugun xalqqa? Qanaqa fasonlardan bor? Endi hozirgi kunda trendda bo'lgan fasollarimizdan, yana bozorimizga terib qo'yganmiz. Ozgina videoda to'xtalish bo'ldi, sababi fasonlarimiz ko'p sotilib ketib qoldi. O'shanga bozorga tiyagani ozgina to'xtalish bo'ldi, xudo xolasa. Bunda boshqa fasonlarimiz ham bor. Hozir qolganlarini obzorni qilib o'tamiz. Qaysi biridan boshlaymiz? Mana bundan boshlayveraylik. Mana shundan boshlaymiz. Xo'p. 3D fason bo'ladi. Shtabka darvozamiz. Skromniy variantda, o'sha narsasi yo'q. Tepasi lazerli bo'ladi. Xohlovchilar uchun yopib qo'yib beramiz. Xo'p, bu darvozamizni bozordagi ishimiz tegish bellar bo'lgan. Ikki yoni profilda bo'lgan. Ko'rishingiz mumkin. 1-2 listdan bo'ladi. Bu fasonning nomi nima? 3D fason bo'ladi. 3D fason, ha? Bunisi ham yangi ekan bu ham. Chiroyli fason ekan. Xo'p. Nerjibekali variantda bunisi. Ko'rishingiz mumkin. Betiga qora sepganmiz. Betiga nerjibeka, ruchkalarda nerjibeka bo'ladi, tepalarida nerjibeka bo'ladi. Mana. Yo'llarga ham nerjibeka qo'yilgan. Mana. Xohlasin tayyor deyapsiz, to'g'rimi? Xuddi shunaqa. Uyga tushib qolsa, olib borib ustanovka ham qilib beramiz. Razmerlarni aytib keting. Xo'p, 3.45 igna bo'libdi. Bo'yi 3.65. Shu darvozamiz tushib qolsa, bemalol qo'yib beramiz, xudo xolasa. 12 ta viloyat bo'ylab dastavkasi bor. Ana. Bu darvozamiz narxi ham qulay chiqqan, joyna qimmat emas. Bozorga ishimiz o'ttancha variant bo'ladi, ya'ni 650 ming so'mdan qilib berganman. Nech puldan? 650 ming so'mdan. 650 ming so'mdan akalar, mana aksiyadagi narximiz bo'lyapti. Arzonladi bu ham xalq uchun aksiya, to'g'rimi? Shunaqa. Asli zakazga bu ishlarimiz 700 ming so'mdan qilib berganman, 50 ming so'mdan mana shu razmerlar tushib qolsa aksiyada ketaveradi. Gap yo'q, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Dubay fasonga o'tamiz. Dubay fason, xo'p. Hozirgi kunda trendda bo'lib ketgan darvozamiz. Buni teginish bellar qilganmiz, ikkita yonini profil, o'ng-o'ng buruch qilib berganmiz. Baquvvatdan bo'ladi bu ham, ko'rishingiz mumkin. 1-2 lista bo'lgan, bu ham nerjibekalari ham eng qalini, ya'ni 0.8 bo'ladi. Banda tushmasligi uchun ko'p joyda 0.6, 0.5 ishlatishadi, bizda unaqa emas. Nechiga razmeri buni? Buni razmeri 3.5 ga 3.5 bo'ladi. 3.5 ga 3.5. Xo'p. Usti yopiq ha buni. Lazerda teshilmagan. Lazerda teshilmagan, zakazga bo'lsa teshib ham beramiz. Xohlasin teshib ham beramiz lazerda. Xuddi shunaqa. Gap yo'q. Listlari nechi dedingiz? Buniki 1-2 bo'ladi. Hop. Zakazga 1.5 ham chiqadi. 1.5 ham chiqarib beramiz. Eng qalini 1.5 hisoblanadi. Endi biz videoni boshida aytib o'tdik, 550 ming so'mdan boshlanadi bu zakazlarimizni. 550 minglik ishimizga ham 1 list ishlatamiz. 0.8 ishlatmaymiz. Bizda parash materiali yo'q. Xuddi shunaqa. Ko'pchilik original sifatlisidan. Shunaqa. Ana. Bizda 550 ming bo'lishini bitta sababi ozgina qalinroq bo'ladi 550 minglik ishimizdan. Ko'pchilikda 450 ming, 500 minglik videolarni ham ko'rdi, lekin unga qaraganda bizniki farq qiladi. O'sha hisobi ham bu.
Qancha qilib beramiz Dubai fasonni? Dubai fasonni 750 ming so'm bo'lganda asosan. Mana. Buni ham mana 650 ming so'mdan. Shu razmer tushib qolsa 3.5 ga o'chib beram. Qo'yib beramiz xudo. 650 ming so'mdan ketdi. Shunaqa. Zakasni ishlarimiz bor. 2 yona tegishvelar bo'ladi. Devo kraska old orqa bir xil. Bu ham shunaqa bo'lgan. Old orqa devo kraska bir xil bo'lgan. Zamonlari ham yaxshilar. Xohlovchilar uchun super qo'yib beramiz. 750 minglik ishlarimiz bor zakasni. Endi savol usta. Xohlaganlarga mana shularni 2 qavatli shumkalik ham qilib beramizmi? Zakasga? Zakasga qilib beramiz. Xo'p, 12 kilo bo'lib dastavkamiz bor. Bor. Oldindan necha foiz zaklat bor? Endi zakolatni mashincha berasiz degan joyi yo'q. Hop. Endi qo'ldan kelgancha beraverishadi. Ana. Kimga qanaqa? Ba'zi birlar 1 million berar, ba'zi birlar 2 million, ba'zi birlar yarmini berishadi, ba'zi birlar to'lig'ini ham berib qo'yishadi. Ishonganlar to'lig'ini ham berib qo'yapti. Xuddi shunaqa. Xudo xolasa, bizning Instagram kanallarimiz, Telegram kanallarimiz, YouTube'larimiz bor. Hop. Bemalol ko'rib, o'zimizni qanaqaligimizni ko'rib, ishimizni ko'rib, zakaz berishsa bo'ladi. Sifatimiz xudo xolasa zo'r. Butun O'zbekiston bo'ylab qo'ygan darvozalarimiz bor. Videolarni, rasmlarni tashlab beramiz bizga yo'ysa. Bemalol o'sha klientlarimiz bilan gaplashib, ish qanaqa ekan bu bolalarni, qanaqa bo'lar ekan deb so'rab olishsa ham bo'laveradi. Gap yo'q. Davom etyapmiz usta. Bunisi radiator fasonimiz bo'ladi. Aha. Odatda manualistdan baqa qo'yib bertgandi u. Buni yangilik qilib, RGBklik qilib mana o'ttasini yana bir yangilik qildi u klientlarimiz uchun. RGBklik varianti bu. Xuddi shunaqa. Gap yo'q. Aha. Bu darvozamiz hozirda trend deb turgan darvoza bo'ladi. Hop. Shuni bozorga qo'ysa sirasi sotiladi bu darvoza. Ana. O'zbekiston xalqiga birda yoqib turgan. Trendda. Endi nima desa bo'ladi? Buni mana gulni manaqa qo'yganimiz bor. Menga yo'ysa, uni ham rasmini tashib beraman. O'shanisi hadovoy bo'lganda endi bunisini ham yangilik qildi. Xohlovchilar uchun buni bunga qilib, zakasni ham qilib beraveramiz, xudo xolasa. Ana. Bu ishimiz ham zakasni ishlardan bo'lgan. Ya'ni 2 yonidagi shivellarda bo'lgan. Ko'rishingiz mumkin. RGBklar ham aytib o'tganimdek 08 eng qalindan. Dislari ham qalin, baquvvat bo'ladi. Ana. Akalar dislarni ham. Xudo xolasa. Razmerlar tushib qolsa 12 ta viloyat bo'ylab dastavkamiz bor. Endi 3 metr bo'ladi, bo'yiga 3.30 tushib qolsa aloqachi erishadi. Necha pul qilib beramiz buni? Bu darvozani 650 ming so'mdan, bu ham mana aksiyada ketdi. 650 ming so'mdan. Asli bu darvozalar 700 ming so'm bo'lganda. Endi uni ham bir xil qilib chiqazaveraylik, xudo xolasa. Endi savol qolsa shular. Shular tushib qolsa ketyapti, to'g'rimi? Xuddi shunaqa. Aksiya qilib yuryapmiz. Tushib qolsa do'stlar, zakaz beraman deganlarga ham narxni aytib o'tdingiz-a? Zakaz beraman deganlar uchun endi aytganimdek 550 ming so'mdan narximiz boshlanadi. Hop. O'ttancha variantimiz 700 ming so'm chiqadi. 700 ming so'm. 2 yona tega, 2 yona profil bo'ladi, tegishvelar bo'ladi, biri 3 listdan bo'ladi. Xudo xolasa orqa oldi devo kraska bo'ladi, orqalari center zamoviy, xudo xolasa sifat bo'yicha ham hamma tomonlama yaxshisidan bo'ladi. Gap yo'q. 700 ming so'mdan o'ttancha variant, eng zo'rlarimiz 750 ming so'm chiqadi. Rossiyadan, Qozog'istondan, Qirg'izistondan ko'rib bizni kuzatayotganlar bor-da. To'lovini u yoqda turib ham kartaga to'lov qilib bersak bo'ladimi? Kartaga qilib berishsa bo'ladi, yo bo'lmasa pasportlarimiz bor, bank orqali tashib berishsa ham bo'laveradi. Gap yo'q. Tojikiston, Qirg'izistonga qanaqa bir ustanovka qilib beramizmi yo'qlarga ham? Tojikistondan, Qirg'izistondan yo'shdi. Xudo xolasa kelishgan holatda dastavkasini qilib beramiz. Gap yo'q. Uygacha dastavkasini qilib beramiz. Xuddi shunaqa. U yog'ini kelishamiz. Kelishib qolsa uyga borib ustanovka ham qilib beramiz. Xo'p, o'lchab ham kelamiz, ustanovkasini ham qilamiz, xudo xolasa. Gap yo'q, bemalol aloqa qilib ko'rasizlar. Muammo bo'lmaydi. Davom etyapmiz usta. Oho, usta aka, bu qanaqasi bo'ldi endi? Qanaqa fason bu? Bu yangilik qilib qo'yganmiz bitta. Hop. Endi bitta klientimiz bordilar. Ancha oldi bitta mashina qozon qo'ygan ekanlar o'ylarga. Yana bitta qilib berdi u klientimizga, xuddi shunaqa bosondan. O'zimizga ham yoqib qoldi shu qozon. Shunga bir bozorimizga ham chiqazib qo'ydi, xudo xolasa klientlarimizga ham yoqadi degan umidda. Nomi nima dedingiz bu fasonni? Bu fasonni endi bu aroqli fason deymiz. Endi nima desa bo'ladi? Aslida olganda bu fason nomi yo'q, chunki yangilik. Aroqli fason deb turaveramiz, xudo xolasa yaqinda bunga ham nom qo'yib yuboramiz. Gap yo'q. Adashmasam bir necha yillar oldin bir chechen fason degan bir fason chiqarishgandi. Mana shundan emasmi ish qilib? Yo'q, chechen fasonimiz u yonchasiga ketgan bo'ladi. Bu tepadan pastga tushgan. Bu taroqli fason. Gap yo'q. Bu ham sotuvdami, tayyormi? Bu darvozamiz sotuvda. Hop, nechiga nechi? Bo'lsa xudo xolasa qo'yib beraveramiz. Hop, iniga 390 bo'ladi. Bo'yiga 380 tushib qolsa qo'yaveramiz. Tepasi ochiq bo'lgan. Ya'ni 2 ga 2 profildan to'qib qo'yilgan. O'zi pastdan video olsangiz uncha ko'rinmasa ham kerak. Do'stlar, mana yaqinroq borib ko'rsataman endi. Nechi qavat endi usta aka, bu zamoylari ham originali buni. Original zamo bo'ladi. Ana aka. Ovoz chiqmaydi bu darvozani. Doshi yo'q mana. Shunaqa. Hop. RGBklari bor, ahamiyat bersangiz bo'ladi mana oralarda. Har bitta orasida RGBkasi bor ekan-a? Shunaqa. Ana akalar, yaqinroq borib ko'rsatib qo'y.
Nerjovikasini ham originalni qo'yishgan ekan. Uzoqdan ko'rishsa ham, xudo xolasa, cho'tki turadi, yaltillab. Hop. Unga tashlanadi darvozamiz. Tepalari ochilgan o'zi shunaqa. Tepasi ochiq bo'ladi, xohlovchilar uchun yopib qo'yib beramiz. Tepasi ochilgan, havo aylanib turar ekanda tepasini. Shunaqa. Gap yo'q. Uzoqdan qaraganda ochiqligi bilinadi, orqadan qaraganda bilinadi, oldindan pashti bilinmaydi yaqinda. Ha. Shunaqa oson bo'ladi. Xudo xolasa buni ham klientlarga tavsiya berib qolamiz. 2 qavatli darvozamiz bo'ladi. Hop. Xudo xolasa baquvvatidan keladigan klientlarimiz uchun tavsiya beramiz. Aha. Xo'p, bu darvozamizda hozir mana shu bozorda turgan versiyasi 2 yoni tegi 12 shvellarda bo'lgan. Ha. 1.8 listdan 2 qavat bo'lgan. Aha. O'ralari 12.8, tepalari 12.8 da bo'lgan. Xudo xolasa sifatli ishimizdan qilingan. Aha. Devo kraska, gruntovka qilingan bu darvozamizni. Xudo xolasa, asli bu narxi 1.500.000 so'm chiqadi. Sababi list ko'p ketadi bu darvozamizga. Hop. Ko'rishingiz mumkin, hamma joyi 2 qavat list bo'ladi. Xo'p, sizning obunachilaringizga shu razmer tushib bo'lsa, mana 390 ga 380 razmer tushib bo'lsa 1.350.000 so'mdan O'zbekiston bo'ladi dastavka tekin. 2 qavatli bu? 2 qavatli, toza 2 qavat. Shumkali, to'g'rimi? Shumkali. 2 qavatli shumkali akalar, bemalol aloqa chiqib ko'rasizlar. Endi bitish muddatini aytib qo'ying. 1 qavatlilar necha kunda bityapti, 2 qavatlilar necha kunda bityapti? Hop, shtampovka darvozalarimiz 20 kun oralig'ida bitgan. Hop. Hozirgi kunda listli darvozalarimiz 30 kundan 1,5 oygacha, ya'ni 45 kungacha, 50 kungacha bo'ladi. Qanaqa fason tanlashlariga qarab. Buni mehnati ko'proqda buni, ha, qo'l mehnati ko'proq. Bu darvozalarni hozirgi kunda 30 kunda chiqazib beraveramiz. Ana. Endi bizda premium darvozalarni ham qo'shganmiz, ya'ni premium segment. Ana. Ba'zi bir klientlar PVT shila bo'lib bilsangiz agar, qimmat to'g'ri. bo'ladi. Unaqa shila, Sefiya shila yo bo'lmasa qimmat darvozalar bor. Premium darvozalar, ularni ham rasmini tashib berishsa, xuddi o'zi qilib yasab beramiz, xudo xolasa. Ularning ham narxlari qulay bo'ladi, sababi biz yangi boshladik premiumni, xudo xolasa. Hop. Ustalarimiz hammasini qilaverishadi. Любой bitasini rasm bo'lsa bo'ldi. Gap yo'q. Qilaverishadi. Biz endi premium darvozani endi boshlaganimiz uchun premium darvozalarning narxlari qulay bo'lsa, xudo xolasa, aloqachi qayerishadi. Gap yo'q. Davom etyapmiz usta. Bo'ldi, endi bu darvozadan boshlaymiz. Hop. Hop, iPhone fason hozirgi kunda trendda bo'lgan shu bo'ldi. Hammaga tavsiya beradiganimiz tepasi lazerni 1-2 listdan bo'ladi bu darvozamizda. Aha. Hop. Buni tegisi shvellar ekan, 2 yoni profilda, xudo xolasa 1-2 listdan bo'lgan ushimiz. Aha. Odatda bu joylarga ham nerjivaka qo'yardi. Bunisiga qo'ymaganmiz, skromniy variantda chiqazganmiz. Aha. Xohlovchilar uchun tepasini yopib ham qilib beramiz zakazga. Aha. Bu darvozamiz 650 ming ishimiz bo'ladi. Ya'ni 700 ming so'm asli chiqadi zakazga, 650 mingdan shu razmer tushib bo'lsa, obunachilaringiz uchun 50 ming so'mdan skidka joyimizdagi darvozalar. Xo'p, buni razmeri 3.5 ga 3.60 bo'ladi. Bemalol aloqa chiqaverishadi. Bag'da buni radiatori ham bor, buni ham ko'rsatib o'tsangiz. Narxini qancha dedingiz buni? Qancha qilib beramiz? 650 ming so'mdan kvadrat. 650 ming so'mdan qilib beramiz. Aloqa chiqayashadi. O'zbekiston bo'ylab dastavkasi bor bunda hozir. Uyga tushib qolsa, buni ham olib borib o'rnatib beramiz, to'g'rimi? Shunaqa. Mana shu razmerlar ichida uyga tushib qolgani bo'lsa, tushib qoladigani bo'lsa, necha kunda olib borib o'rnatib beramiz? Xo'p, vodiy ichiga 3-4 kun oralig'ida, Aha. vohaga 1 hafta oralig'ida. Chunki vohaga darvozamiz katta partiyada chiqib ketadi, ya'ni 5 ta 6 ta chiqadi kamida. Ana. Chiqib ketgan bo'lsa ustamiz ozgina kechikishi mumkin. Agar sheyda bo'lsalar 2-3 kunda ham qo'yib yuborishimiz mumkin. Gap yo'q akalar. Aloqaga chiqaverasizlar. Hop. Endi bu radiator fason. Bundan oldin sal boshqa chirog'ini ko'rsatuvdi. Mana ikkita ko'zi boshqacha edi. Bunisi o'sha trendda bo'lgan variantda. Aha. Tepasi lazerli bo'ladi. Xohlovchilar uchun buni ham zakazga yopib ham qilib beraveramiz. Ko'rsatib qo'ysangiz, xudo xolasa. O'ta chiroyli turadi bu darvozamiz. Hop. Hozirda hammaga tavsiya berib turgan qarindoshroqqa, oshna og'ayniga yo bo'lmasa klientlarimizga tavsiya beradigan variantimiz shu bo'lib hozirgi kunda. Necha listlari? Buni lisi 1-2 bo'ladi. Aytib o'tganimdek, 2 yoni profil, tegishlilarda bo'ladi bozor ishimiz. Mana. Ruchkalarni ham ko'rib qo'yinglar bitta. Gap yo'q. Xohlovchilar uchun uzib beramiz, qo'yib beramiz. Aha. Xo'p, endi bu darvozamizni ham narxini hop 700 ming 750 ming aytgandi aslida olganda. Hop. Chunki bilasiz, talabda turgan darvozani ko'pchilik qimmat aytadi. Bizda unaqa emas, mayli. 650 ming so'mdan bu ham ketdi. 650 ming so'mdan ketdi. Bu ya 360 bo'ladi, iniga 3.5. Gap Bo'lsa bu ham ketdi. Xo'p, endi bu nima desa bo'ladi? Skromniy variant xohlovchilar uchun, diplomat fason kerak deydiganlar uchun tavsiya beradigan ishimiz bo'ladi, xudo xolasa. Xo'p, taroq fason darvozamiz bo'lardi. Bizni kuzatib kelganlar yo bo'lmasa darvozalarni ko'rganlar bilishadi. Shu joylarda taroq bo'lardi. Aha. Endi buni taroq qilmaganmiz-ku, shunaqa lis qilganmiz, ya'ni gibkada yig'dirilgan bo'ladi. Yaqinroqda ko'rsatsangiz ham bo'ladi. Do'stlar, Xuddi shunaqa diplomat fason qilganmiz. aha.
pastlari ham hammasi diplomat bo'lgan. 2 qavatli shumkali darvozamiz bu ham. Shumkali. Ovozni ham ko'rishingiz mumkin. Normalniy baquvvat bo'ladi. Mana ovozi ham dub qiladi bu darvozalarimiz yo'pil ochilganda, xudo xolasa. Buni ham klientlarimizga tavsiya berib qolaman. Hop. Bu darvozamizni 2 yona tegishvelar bo'ladi. Bu darvozamiz 2li listdan qilganmiz, ya'ni 1.8 emas, 2li. Mana ruchkalarni ham ko'rishingiz mumkin. Ko'pchilik 4 ga 2 dan qiladi, bizda 4 ga 4 dan qilganmiz. Baquvvat chiqish uchun, chiroyli turish uchun. Aha. Bu ham o'ta kurtoy turadi. Tepalari ham yopiq variantda bo'lgan bunisi. Xohlovchilar uchun zakazga bo'lsa, o'choq ham qilib beramiz, lazerda. Gap yo'q. Nechta pul deymiz buni? Endi bu darvozani 1.400.000 so'm aytilgan. Aha. Endi aytiladigan narxini aytmaymiz. Bo'ladigan orqali aytayapman obunachilaringiz uchun. 1.300.000 so'mdan shu darvozamiz tushib bo'lsa aloqa chiqib erishadi, xudo xolasa. Razmeri 420 eniga bo'libdi. Bu yiga 380 aloqa chiqib erishadi, xudo xolasa. Gap yo'q. Keyingisi aka. Keyingisi bu bo'ladi. Hop. Shtampovka qulayroq darvozalar kiradigan klientlarimiz uchun. Aha. Yana bitta variantini ko'rsatib o'tamiz. Arzonroqdan bu? Xuddi shunaqa. Xudo xolasa buni tagi ham, ikki yoni ham profilda bo'lgan. 1-2 listdan bo'ladi. Bu ham baquvvat, xudo xolasa tavsiya berib qo'yamiz. Ruchkalari ham o'ziga yarasha, devor kraskalarda bo'lgan darvozamiz. Tepasi lazerli ko'rishingiz mumkin. Hop. Bu darvozamizni 600.000 so'mdan qilib beraman kvadratini. Aloqa chiqsin. 600.000 so'mdan. Ha, O'zbekiston bo'ylab dastavkasi bor, xudo xolasa. Aloqa chiqishi. Gap yo'q. Aloqa chiqib qolsa do'stlar 600.000 so'mdan. Razmerini aytib o'tamiz. Alohida keltkali bo'lgan bu darvozamiz 380 eniga bo'lgan, bu yiga 360. Aloqa chiqarishadi, xudo xolasa. Tushib qolsa qo'yamiz. Davom etyapmiz usta. Endi bu darvozamizni obzor qilmasam bo'lmaydi. Xudo xolasa, bu ham trendda turgani bo'ladi hozirda. Panjara fason bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin, pastlari ham arg'amchi gullada. Do'stlar, o'ta cho'tki turgan, arkalarni ham bir e'tibor berib qo'yishadi. Lazerni qildirilgan, xudo xolasa. Tepasini ham o'qiluvchilar uchun zakazga lazer qilib beramiz. Mana. O'zi bu darvozamiz yopiq bo'lgan. Skroyni chiqish uchun yopiq qilganmiz. Chiroyli ekan bu fason ham usta. Shunaqa. Chiroyli fason. Endi klientlarimizga chiroyli darvozalarni tavsiya beramiz. Xudo xolasa, qo'ldan kelgancha chiroyli darvozalarni bozorimizga olib chiqib qo'yishga harakat qilganmiz. Panjara fason. Nech pul deymiz buni? Endi bu darvozamizni kvadratini 700 ming so'mdan tikkanmiz. Hozirgi kunda 2 yoni tegish vellerli varianti, tegi profilli varianti 700 ming so'mdan tikkanmiz. Bu darvozamiz tegish veller, shu sababdan 650 ming so'mdan bu ham ketaversin, ana. Bo'lsa bo'lsin, 50 obunachilar uchun bo'lsin. Ana. Razmeri tushib qolsa, lekin zakazga o'zgina qimmatroq bo'ladi. Gap yo'q akalar. Xudo xolasa, zakazno ishlarimiz ham bor. Buni ham aytib o'tib ketay. 2 yoni tegish veller qilib beradigan klientlarimiz uchun 1.3 eng qalini bo'ladi. Xuddi shunaqasidan qilib beradigan uchun 1.2 ham yaxshi, yomon emas. 1.3 bundan ham qalin bo'ladi mana. 1.2 bu, 1.3 bundan ham qalin bo'ladi. Aha. Shtampovkaning eng qalini 1.3 hisoblanadi. Ana, O'sha eng qalin materiallardan shtampovka darvozani eng zo'ridan qilib beradigan klientlar uchun 750 ming, 800 ming ishlarimiz bor. Bemalol aloqaga chiqaverasiz. Shivillilari ham baquvvatmi, usta? Xuddi shunaqa. 10 li shvellar ishlatamiz, 8 li, 6 li ishlatilmaydi. Gap yo'q. Aloqaga chiqaverasiz akalar. Xudo xolasa endi yana bu darvozamizdan boshlaymiz. 3D fason bo'ladi bu darvozamiz. Oldingi sari video olganimizda ko'p klientlar to'liq ma'lumotni bering deb turib yozishibdi. Xudo xolasa bugun to'liq ma'lumotni beramiz. Darvozamiz 3D bo'ladi. Ya'ni taglarni ham ko'rgan bo'lsangiz, gibkada egilgan mana ular. 1.5 ga 1.5 profilli, bir-biriga svarka qilib chiqilmagan, gibka stanoda shunaqa qilib egib chiqilgan. Ya'ni kelajakda shpekulovka ishlamasa, zanglamaydi. Shuni hisobini olib, gibkada stanoda egdirib chiqamiz. Vaqtimiz ketsa ketsin, ammo sifatga ta'sir qilmasin degan maqsad. Yashang. Ana akalar. Xudo xolasa mana enerjivekali variantda bo'lgan. 3D fason bu, fason nomi. Xuddi shunaqa. Ana. Ko'larchi ruchkalarni. Ruchkaga mos, mana Zuber zamoylari. Zamoylari ham original ekanda, usta. Xuddi shunaqa. Zuber zamoyda. Ana. Hop. Tepasi lazerli bo'ladi bu darvozamizni. 2 qavatli, baquvvat darvoza bo'ladi. Xudo xolasa, klientlarimizga tavsiya berib qo'yamiz. Bu bozordagi ishimiz 2 yonidagi 10 shvellarda bo'lgan. 1.8 listdan 2 qavat bo'lgan bu darvozamiz. Xohlovchilar uchun 2 li lista qilib beramiz. Hop. Xohlovchilar uchun shvellar 12 li, 14 li, 10 li farqi yo'q. Zakaz asosida liboyni qilaveramiz. Aloqa chiqarishadi. Tepasini yopiq ham qilib beramiz, zakazga. Narxni darvozamiz tushib qolsa ham, xudo xolasa qo'yaveramiz. Razmeri 4 metr eniga bo'lgan, bo'yiga 3.75 aloqa chiqarishadi. narxini nech pulga qilib beramiz endi? Bu darvozamiz narxini shu tushib qolsa agar 1.300.000 so'mdan, zakazno ishlarimiz bor, o'rtancha variantlari 1.400.000 so'mdan chiqadi. Gap yo'q akalar, aloqa Endi bunisiga o'tamiz, tarix fason, o'sha legendarniy darvozamiz bo'ladi. Hop. Mokriy asfalt rangda ko'rishingiz mumkin.
Bu darvozamiz bir qavatli bo'ladi. Ko'pchilik so'rashadi, bir qavatli ham baquvvat bo'ladimi deb. Xudo xolasa bu ham baquvvat. Aha. Bu darvozamiz tepasi lazerda o'ydirilgan. 2 qavatli 1.8 distan bo'ladi. Taroqlarga ham bir e'tibor berasizlar. Mana. 2 ga 2 dan qilingan, 1.5 ga 1.5 emas bu ham. Aha. Xudo xolasa bu darvozamizni tegi yoni 50 shivellarda bo'lgan, 1 qavat 1.8 distan bo'lgan. Xudo xolasa zakazga 2 qavat ham qilib beraveramiz. Bu darvozamizni 1 kvadrat narxi 1 million 100 ming so'mdan 1 million 50 mingdan ham chiqarsa bo'ladi, aloqa chiqsa kelishamiz xudo xolasa. Mana. Shu razmer tushib bo'lsa ham qo'yib beraveramiz 1 million 100 ming so'mdan kvadrat. 1 million 100 ming so'mdan akalar. Razmerini aytib o'tib ketamiz. Aha. 3,5 iniga bo'ladi. Bo'yiga 340 aloqa chiqarishadi xudo xolasa. Gap yo'q akalar. Bunisiga o'tamiz. Xo'p, bunisiga. Oho, bu qanaqa fason bo'ldi endi usta bu? Endi bunisi O'shanning to'pishsin bir klientlarimiz bizni kuzatib kelishganlar bilishadi xudo xolasa. Bir yangilik qilganmiz buni ham. Oldinlari bir xil bo'lardi. Bunisini qora qilganmiz. Ya'ni bu qimmat kraska bo'ladi mallaga nisbatan. O'zimizning minib yurgan mana Genterland kraskasidan ishlatilgan bunga. Oho, originaldan, ha? Xuddi shunaqa. Payrovka ham qilib beramiz. Mana. Ishga qarab xudo xolasa. Mana. Shuni o'zi mashg'ulotda, o'zi aksingizni ko'rsizda, payrovka qilsa bundan ham zo'r bo'ladi xudo xolasa. Mana. Akalar, Nejvekalar qilganmiz buni. Ruchkalariga mana 2 ga 2 larni ishlatganmiz, 2 ga 2 larni ustiga hammasiga 0.8 eng qalindan nejvekani ishlatganmiz xudo xolasa. ana akalar. Bu darvozamizni tegi yoni shivellar bo'lgan. Aha. 2 lilisdan 2 qavat. Aha. Zuber zamonlarni qo'yib qo'yganmiz, aytib o'tganingizdek aka. Xudo xolasa tepalari ham yo'q. Xohlovchilar uchun zakazga lazer ham qilib beraveramiz. Endi bu darvozamizni narxiga to'xtalib o'tamiz. Ko'pchilik birinchi narxini so'rashadi. Narxini aloqa chiqsin, shu darvozani aynan shuni 1 million 350 ming so'mdan razmeri tushib bo'lsa qo'yiladi xudo xolasa. Eniga 390, bo'yiga 380 tushib bo'lsa aloqa chiqarishadi. Agar tushmay qolsa xudo xolasa zakazga ham qilib beraveramiz. Eng zo'r variantlari buni 1 million 500 ming, 1 million 450 ming atrofida chiqadi. Ya'ni 2 yoni tegi 12 li chivellar, 2 lisdan 2 qavat, devo kraska, gruntovkalar bo'ladi darvozamiz. Orqalari center zamo. Keyin bu listli darvozalarimizga oddiy shandir ham ishlatmaymiz, pachimli shandir ishlatamiz. Pachimli shandir ishlatishimiz sababi darvoza yengil o'chib yopilishi uchun, xudo xolasa, qo'ldan kelgancha udobstvolarni qilib, klientlarga foydali bo'lgan hamma narsani ishlatamiz. O'zimiz bizga qimmat tushsa ham, klientlarimizga o'zgina ozorroq qilib, yo'lida qilib, xudo xolasa, isbotlashimizni olib borib qo'yamiz. Orqasidan mevasi kelsa xursand bo'lamiz, xudo xolasa. Gap yo'q. Akalar, bemalol aloqa chiqarsa, hurmatli obunachilar. Raqamlar pastda. Hozir eng oxirgi zakasimiz shu bo'lyapti endi usta fasonimiz. Xo'p, shu bo'libdi, xudo xolasa, shu bilan videomizni tugatamiz. Aha. Endi bizga yo'yishsa bo'ladi. O'zir biz Milliy darvoza bozoridagi joyimizdagi darvozalarning hammasini obzorini qilib berdi. Qo'ldan kelgancha yaxshilanni, klientlarga tavsiya beradiganini qilib berdi, xudo xolasa. Endi bizga aloqa chiqsa, kataloglarimiz borda. Ko'p darvozalar sotilib ketgan bo'lishi mumkin. Yo bo'lmasa, anaqadir holatda o'zingiz ham tushunasiz. Indab chiqqan bo'lsa ham qaysi bir klientimiz yo bo'lmasa darvoza bozoriga kelganlar olib ketgan bo'lishi mumkin. O'shaning uchun bizga aloqa chiqayna, xudo xolasa, sizga yoqqan darvozalarning katalogi bor. Disli darvozalarimizdan ham 100 xilda o'sha katalogimiz bor. Pechat darvozalardan ham 100 xilda o'sha katalogimiz bor. Gap akalar. Xudo xolasa, o'sha darvozalarning ichidan ko'rishadi, yoqqandan qilaveramiz, xudo xolasa. Materiallarni kelishgan holatda O'zbekiston bo'ylab dastavkalari bor bu darvozalarimizni tekin, xudo xolasa, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, SNG davlatlariga kelishgan holatda qilib beramiz. Hurmatli obunachilar, sog' bo'lasizlar. Xayrlashib qolyapmiz akalar. Bitta like bosib qo'yishdan chiqmasin. Eng oxirgi fasonimiz mana shu ishimizdan yakunlayapmiz. Raqamlar pastda. Ali Uzdaman deganlarga общий narxda yana azmuncha o'tib beramiz. To'g'rimi? Usta aka, aloqa chiqarishadi. Ali Uzda obunachilarni xursand qilamiz, xudo xolasa. Yashang akalar, boshlar hammaga nasib qilsin. Raqamlarimiz pastda. Mana.